Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga va'da qilingan video darslarimizni Telegram va YouTube kanallarimizga joylashni boshlaymiz. O'ylaymizki, bu video darslarimiz sizlar uchun ham foydali, ham manfaatli bo'ladi. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying. Do'stlaringizga ham jo'natib qo'ysangiz, albatta xursand bo'lamiz. Qani, boshladik. Xo'p, demak, ishni nimadan boshlaymiz? Eng birinchi navbatda mana shu papkani ichiga kirib olamiz. 1.803.18 demak mana shu versiyada ishlaymiz. Bu papkaning ichiga kirib olganimizdan keyin, demak papkaning ichida bir nechta fayllar bo'ladi. Bizga kerakli bo'lgan fayl mana shu fayl. Demak mana shu faylni ochamiz. Xo'p. Bizdan so'raydi. O'rnatmoqchimisan. Okey. Va demak mana fayllarni tayyorlashni boshlaydi. Kutamiz oxirigacha. Hop. Demak mana 100% bo'ldi va navbatdagi oyna ochiladi. Dali tugmachasini bosamiz. Demak o'zi standart holatda bizga sozlanmalarni o'rnatib beradi. Dali tugmachasini bosamiz. Dali tugmachasini bosamiz. Va yana dali va uстановить. Natijada bizning ADNS dasturimiz kompyuterimizga o'rnatilishi boshlaydi. Deyarli tayyor. Dali tugmachasini bosamiz. Demak tayyor. Gatov tugmachasini bosamiz. Hop, e'tibor bergan bo'lsanglar, mana ekranimizda mana shu dasturimizning yorlig'i paydo bo'ldi. Navbatdagi qiladigan ishimiz demak baza o'rnatish bo'ladi. Dasturimizni ishga tushirib olamiz. Hop. Demak sizlarda demak dastlabki holatda mana bunday bo'm-bo'sh holatda paydo bo'ladi. Mana shunday bo'm-bo'sh. Navbatdagi qiladigan ishimiz demak firmamizni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Добавить tugmachasini bosamiz. Demak dali. Demak nom beramiz. Masalan, bo'lsin hop Ziyokor uz bo'la qolsin. Dali tugmachasini bosamiz. Endi maslahat beriladi C diskka saqlamaslikni, D diskdan biron bir papka ochib, o'sha papkaning ichiga bu bazani demak joylab qo'yish maqsadga muvofiq. Maslahatim D diskda saqlaylik. Hozir bu yerda C disk turibdi, mayli C diskigacha turaversin. Dali tugmachasini bosamiz. Barcha bizga kerakli bo'lgan komponentlarni o'zi standart holatda joylashtirib beradi. Gatov tugmachasini bosamiz. Ziyokor uz demak mana tayyor bo'ldi. Endi ustida 2 marta bosib ochib ko'ramiz. Demak ochganimizda mana shunday holatda ochiladi. Demak bu firmamizni bazasi to'liq ishlashligi uchun eng birinchi navbatda pustoy baza, demak mana shu pustoy bazani загрузка qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima ish qilamiz? Diqqat bilan qarab turasizlar degan umiddaman. Demak, konfigurator tugmachasini bosamiz. Menyular bo'limidan hop, загрузить информационную базу demak tanlaymiz. Hop, demak mana pustoy baza ustida 2 marta bosamiz. Demak, da tugmachasini bosamiz, ozgina kutamiz. Mana shunday oyna ochiladi. Net tugmachasini bosamiz. Xo'p, endi ishlashga deyarli tayyor. Hop, ziyokor.uz ustida 2 marta bosamiz. Hop, natijada endi mana bunday oyna ochiladi. Mana endi ishlashga tayyor. Demak, rekvizitlarimizni kiritib, o'sha o'zimizning firmamiz to'g'ridagi ma'lumotlarni kiritib, bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga rahmat.